Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz jamoatul muslimin. Payg'ambarlar qissasidan Odam alayhissalom xususlaridagi bobda o'qiyotgan edik. Kechagi qissada u kishini shajarai mamnuani, man qilingan daraxtni yeb qo'yib yerga tushgan joylariga kelgan ekanmiz. Alloh taolo bu holni hikoya qilib aytadi. Astaizu billah. Falamma dhaqa ash-shajarata badat lahumā sawātuhumā wa tafiqa yakhsifani 'alayhā min waraqil jannah. Sadaqallohul azim. Vaqtiki ular daraxtni yemagin deyilgan daraxtdan totganlaridan keyin avratlari ochilib qoldi deydi. Alloh taolo ularga tepada o'qib bergan edik, badanlari nurdan bo'lgan, tirnoqqa o'xshagan yaltiraydigan narsa bilan qoplangan edi ularni. Xudo yemagin degan daraxtni yeb qo'yganlardan keyin o'sha nurdan bo'lgan tana hozirgi tanaga aylandi. Olib qolindi va uni eslatishlik uchun tirnoqlarning uchida o'shandan ozgina juz qo'yib qo'yildi. Va ustularidagi Alloh kiygizgan jannat liboslari o'z-o'zidan yechilib, avratlari ochilib qoldi. Tofiqa yaxsifani, shunda jannatni daraxtlarini barglaridan o'zlariga avratlarini to'sishlik uchun Odam alayhissalom bilan Havo onamiz shashilib qolishdi, chunki yalang'och turishibdi. Qarasalar avratlari ochilib qoldi. Fa'akala minha va fabadat lahumā sawātuhum. Ana shu bilan ochilib qolgandan keyin bu yoqqa yugurishdi, bu yoqqa yugurishdi. Alloh taboraka va taolo bularga shu joyda Odam alayhisolatu vassalom Abu Hurayra roziyallohu taolo anhudan yana bir qancha musnadda bu hadis shariflar kelgan ekan. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki: "Lavla banu Isroila lam yahnazil lahm." Agar banu Isroil bo'lmaganda edi, go'sht aynimas edi. Agar Havo onamiz bo'lmaganda edi, biror bir ayol eriga xiyonat qilmas edi dedilar. Ya'ni onamizni vasvasalari bilan men yedim, hech narsa bo'lmadim degan gaplari bilan yeb qo'yib shu ahvolga tushdilar. Va banu Isroil ham har kungi go'sht ularga manni salvo olib kelib berilardi cho'lda yurgan vaqtlarida. Alloh aytdiki, ertagalikni saqlab qolmanglar dedi. Ertagalikniki alohida keladi dedi. Ular ertagalikka ham deb ko'proq go'shtni saqlashadi, shundan keyin go'sht ayniydigan bo'lib qolgan ekan. Shuni janobi Rasululloh aytdilarki, agar shular shunaqa qilmaganda go'sht aynimas edi. Havo onamiz mana ishga sabab bo'lmaganlarida erlar xiyonat qilmas edi dedilar. Demak, shunga Havo onamiz bu ikkalalarning avratlari ochilib, ana Alloh taboraka va taolo bularga aytdilarki, endi Alloh bizdan o'ch oladigan bo'lib qoldi shekilli deb o'yladilarda, fanakasa ra'sahu, boshlarini past qilib, Xudoyo bizni kechirgin deb avratlarini to'sgani biror bir daraxt bay bermasdan yalang'och holda bir tomonga qarab chopgan ekanlar. Shunda Alloh taolo orqalaridan nido qildiki, afiroran minni, ey odam, hali sen mendan qochyapsanmi endi dedi. Alloh taologa javob qilib aytdilarki, bal hayo'an minka ya sayyidi, ey Parvardigor, men sendan uyatganimdan, hayo qilganimdan qochyapman. Ya'ni hayo otamiz Odam alayhissalomda shuna baland edi. Ya'ni shuncha ish bo'lgandan keyin, avratlari ochilgandan keyin uyatib qochdilar. Bu ham Alloh taoloning hikmati edi va aynan o'sha jannatdagi anjir daraxti bu kishiga o'z bagini berdi va shu daraxtni bagini avratlari bilan keyin to'sdilar. Shunda Alloh taolo shu tushgan vaqtlaridagi tavbalarini kecha aytdik, qabul qildi. Nima deb tavba qiluvdilar? Alloh taolo Qur'onda buni hikoya qilib aytadi. Qala robbana zalamna anfusana va illam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal khosirin. Xudoyo, biz ikkalamiz o'zimizga o'zimiz zulm qilganlardan bo'ldik. Agar bizni kechirmaganingda edi, bizga rahim qilmaganingda edi, albatta biz zarar topganlardan bo'lib qolar edik. Xudoyo bizni endi kechirgin deb Alloh taologa shu gap bilan qaytishdi. Kechagi aytganimizdek, Alloh taolo payg'ambarimiz alayhisolamning hurmatlaridan tavbalarini qabul qildi.
Ammor ibn Abi Muaviya aytadilar, Said ibn Jubayrdan, uni Ibn Abbos roziyallohu anhu rivoyat qiladilar. Aytadilarki, "Ma askana Adamul jannata illa ma bayna salatil asri ila ghurubish shams." Odam alayhissalom jannatda shuncha voqealar bo'lib, yaratilib, boshqa bo'lib, shu ishlar bo'lib, to yerga tushgunlariga davr asr namozi bilan shom orasini o'rtasidagi miqdor jannatda turadi xolos degan ekanlar. Alloh shuncha ishni shuning ichiga tiqib yubordi. Chunki u oxirat hovlisi edi, u yerda vaqt o'tmas edi. Alloma Ibn Kasir aytadilarki, bu bizni dunyo vaqtiga asr bilan shom orasi 2 soatga to'g'ri kelsa, ammo oxirat vaqtiga 200 yillik yomg'irlik vaqtidir bu dedilar. Ya'ni shunda shuncha ish bo'lib o'tib ketdi. Va yana Abu Hurayra roziyallohu taolo anhudan rivoyat qilingan Imom Muslimning sahihlarida kelgan hadisda aytdilarki, "Xayru yawmin tala'at fihi ash-shamsu yawmul jum'a." Janob payg'ambarimiz aytdilarki, quyosh chiqqan kunlarning eng yaxshisi bu juma kunidir. Fihi xuliqa Adam. Chunki bunda odam alayhissalom yaratildilar shu kunda. Va fihi udkhila. Va shu kunda udkhilal janna, jannatga kirgizildilar. Va fihi ukhrija minha, va o'sha kunda chiqarib yubordilar. Ya'ni bir kunda shu hammasi yaratilishlik, kirgizishlik, chiqishlik hammasi. Boshqa bir musnatda va fihi taqumus sa'a, qiyomat ham shu juma kunida bo'ladi deb marhamat qildilar. Demak, bundan ma'lum bo'ladiki, shu kunda chiqarildilar. Yer yuziga tushganlarida jannat barglari bilan tushdilar. Avratlari goh ochilib, goh yopilib, salkam yalang'ochlar. Fa asobahul harru. Shunda issiqlik yetib, bularni badanini kuydirishni boshladi. Hatto qoida yabiki, otamiz Odam alayhissalom yerga o'tirib olib yig'lagan ekanlar. Va yaqulu laha, va u kishiga onamiz Havvoga qarab qarasalar u kishi ham yig'layaptilar. Hansalar va issiq menga ozor beryapti, issiq badanimni kuydiryapti dedilar. Shunda Jabroil alayhisolatu vassalom paxta degan narsani ko'tarib kelgan ekanlar shunda, paxta. Va amaraha an ta'zil, onamiz Havvoga paxtadan ip olib ko'ylak to'qishni o'rgatgan ekanlar, libos to'qish. Chunki yer yuzidagi birinchi odam, birinchi libos kiyayotgan ikkita zot. Yer yuzida mana shu onamizga shuni o'rgatdilar va buni ilmini o'rgatdilar. Va amara Adama bil hayyakati, Odam alayhissalomga chevarchilikdi. Buni ko'ylak qilib bichib tikishni o'rgatdilar qarang. Va shu bilan darrov to'qildi. Darrov bularda mo'jiza karomat bor. Tezda bu ishlar bo'ldi va bundan kiyim tikildi. Kana Adam lam yujami' imra'atahu fil janna hatta habata minha lil khati'ati allati asabathuma bi aklihima min ash-shajara. Odam alayhissalom onamiz bilan jannatda hech qachon qo'shilmadilar, qo'shilmagan ekanlar, to yer yuziga shu xato sababli tushirilgunlariga. Va kana kullu wahidin minhuma yanamu ala hidatin, alohida uxlashar edi. Va yanamu ahaduhuma fil badkha val akharu min nahiyatil ukhra, bitalari badxoda, bitalari Makkani bir burchagida uxlarlar. Bu albatta ikki tomonga ayrilib tushilib, bir-birlarini topgandan keyingi bo'layotgan narsa bu. Bo'lmasa ikkovlari boshqa joyga, masofasi uzoq joyga avvalda tushirilishgan. Bir kun Odam alayhissalatu vassalom ahllarini yoniga yaqinlashmoqchi bo'ldilar. Shunda bu ish ham yangilik ekanda endi. Ahli ayoli bilan suhbat qilish ham yangilik ekanda endi. Shunda Jabroil alayhissalatu vassalom kelib aytdilarki, "Ha, nimaga hayron bo'lib turibsiz?" dedilar. "Shu ahli ayolim bilan suhbat qilgim kelyapti." dedilar. Suhbatni qanaqa qilishni ham o'rgatdilar qarang. Ta'lim berdilar. Ana ya'ni onamiz bilan o'sha birinchi suhbat bo'lgandan keyin Jabroil alayhissalatu vassalom kelib aytdilarki, "Kayfa vajadta imro'ataka?" Ey odam, ayolingizni qanday holda topdingiz endi dedilar. "Qola soliha", yaxshi ekan o'zida. Shu demak, shu javobni qildilar. Demak, mana bu ham birinchi ta'lim edi. Payg'ambarimiz alayhissalomdan Ubay ibn Ka'b roziyallohu anhu, Ibn Abbos roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadis sharifda, xo'p, xatolarini tan olib janob payg'ambarimizni vasila qilganlaridan keyin Alloh taolo gunohlarini kechdi. Shunda eng ulug' mahluqing, eng ulug' banding shu zot ekanlar, Muhammad alayhissalom ekanlar. Va iza sa'altani bihaqqihi qad ghafartu lak va laula Muhammadun ma khalaqtuka. Imom Bayhaqi buni rivoyat qiladilar. O'sha zotning hurmatidan gunohingni kechirdim.
agar u kishi bo'lmaganda edi, men seni ham yaratmagan bo'lar edim deb Alloh taolo payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomni kim ekanliklarini u kishiga bildirdilar. Endi keyingi bob Musa alayhissalom bilan Odam alayhissalomni tortishib qolgan qissalari haqidagi bob. Musa alayhissalomning davriga kelganda Musa alayhissalom Merojga chiqdilar. Merojga chiqqan vaqtlarida otamiz Odam alayhissalatu vassalomni u yerda uchratdilar. Shunda uchragan vaqtda otamiz Odam alayhissalatu vassalom bilan ikkovlari bir narsada tortishib qolishdi. Hazrati Musa alayhissalom aytdilarki, "Antallazi xalaqakallohu biyadihi." Alloh sizni o'z qo'li bilan yaratgan Odam alayhissalom sizmisiz? Ha, men. Sizga o'z ruhidan fuydagan odam sizmisiz? Ha, men. Sizga farishtalarni sajda qildirgan zot sizmisiz? Ha, men. Va askanaka jannatahu, jannatiga qo'yib qo'ygan zot ham sizmisiz? Ha. Summa ahbattan nasa ilal ard bi khati'atika. Nimaga bo'lmasa siz xato qildingizki, siz sababli hamma odam jannatdan yer yuziga tushib ketdi degan ekanlar. Bu Odam alayhissalomning ruhlari bilan Musa alayhissalom Merojga chiqqanlarida gaplashyaptilar buni. Ya'ni bir tomon arvohi olamda turibdi. Shunda yana Odam alayhissalom aytdilarki, siz Parvardigor o'z kalomi bilan tanlab olgan Musa kalimullohmisiz? Ha, men. Va Alloh taolo sizga lavh berib, o'sha Tavrot berib, hamma narsani hukmini, tibyonini bergan zot sizmisiz? Va qarrabaka najiya, va sizni eng yaqin qilgan bandasi sizmisiz? Ha. Tavrotda nima deb topdingiz men haqimda? Fabikan vajadalloha kutubat Tavrot. Bu Tavrotni necha yilda siz topdingiz bu Tavrot kitobini? 40 yilda. Odam alayhissalom aytdilarki, o'sha joyda men haqimda ham bitta gap topdingizmi? Dedilar, ha. Va asa adamu robbahu fag'ava. Odam Robbisiga isyon qilib, qilmagin degan ishini qilib, yo'ldan adashib qoladi degan oyat bor edi Tavrotda. Dedilar, shunda Odam alayhissalom aytdilarki, afatalumunani ala an amiltu amalan. Siz meni yaratilishligimdan 40 yil oldin, bitta rivoyatda 2000 yil oldin taqdirotimga yozib qo'yilgan narsa bilan meni malomat qilishlikka haqlimisiz degan ekanlar. Ya'ni Alloh bu taqdirot edi-ku bu. Alloh shunday bo'ladi deb yozgan bo'lsa, nimaga meni bu ish bilan malomat qilyapsiz? Kamiga bu ishimga men tavba qilib Alloh taologa qaytgan bo'lsam, xatoyimni tan olgan bo'lsam, shu taqdirotda Alloh shuni bilar ekan, yaratib shuncha ish bo'lishini bilar ekan. Bu Allohning taqdiri edi. To'g'ri, buni men qildim. Kasbi mendan. Lekin buni yaratilishligi taqdiroti Allohdan-ku buni. Xatoni men qildim-u, meni ixtiyorimga qarab Xudo yaratib berdi taqdirni. Endi taqdirotda yozib qo'yilgan ishga meni malomat qilsa bo'ladimi? Dedilar. Musa alayhissalom jim qolgan ekanlar. Fahajja Adamu Musa, Odam alayhissalom Musa alayhissalomga hujjatda g'olib keldilar. Ya'ni shu yerda mana bu ham demoqchi bizki, otamiz Odam alayhissalatu vassalom, albatta bizi e'tiqodimiz, bu hadis e'tiqodni shakllantiradigan hadis. Ya'ni to'g'ri taqdirotda bor ekan, taqdirotda yozilsa bir gunohni qilib Allohga to'nga bo'lmas ekan. Balki u zot aytdilarki, to'g'ri bu xatoni men qildim, gunohkor men. Lekin meni xohishimga qarab Xudo bu taqdirni yozdi. Men boshqa yo'lni tanlashim ham mumkin edi. Lekin Allohning taqdiri ekan, avvaldan bilib odam shekka kelganda shu ishni qiladi deb qo'ygan bo'lsa, endi bu taqdirotga qarshi chiqish bo'lib qolmaydimi deb nima Hazrati Musa alayhissalomga aytadilar. U kishi hujjatda g'olib bo'lolmadilar va buni nima qildilar? Tan oldilar. Xo'p, shundoq qilib yer yuzida Odam alayhissalatu vassalom yashashni boshladilar. Odam alayhissalom yer yuziga tushgan vaqtlarda zerikib qoldilar. Ibn Jarir aytadilar Ibn Abbosdan, "Innalloha qola ya Adam." Alloh taolo aytdiki, ey odam, meni arshimning yonida bir uyim bor edi. Uni Baytul Ma'mur deyilardi. Endi yer yuziga tushding, zerikib qolmagin va borginda hozirgi Ka'bani o'rnini farishtalar ko'rsatib berishi shekka bir uyni qurgin. Baytullohni quryaptilar. Qurgin. Fatif bihi kama tatufu malaika bi arshi. Farishtalarim arshimning oldidagi Baytul Ma'murni aylanganidek
san ham o'sha yerdagi uyni atrofini aylanib turgin deb farishtalarni Alloh jo'natdi. Joyini taniqlab berdilar Makkadagi Baytullohni va barcha hajni manosiklarini, ahkomlarini Jabroil alayhisalom kelib o'rgatdilar va har bir hajdagi amallar bajariladigan joy Odam alayhissalatu vassalomning amal bajargan joylari hisoblanadi. Ana shu joylarda birinchi ta'lim bo'ldi. Anna awwala ta'amin akalahu Adama fil ard. Va birinchi bo'lib yer yuzida yegan taomlari 7 dona bug'doy donasini olib kelib berdilar. Aytdilarki, bu nima dedilar? Bu o'sha yemang deb qaytarilingan bug'doy-da bu dedilar. Bu o'sha daraxt, bu o'shaning mevasi dedilar. Shunda qorin och yo'ramizmi dedilar? Yo'q, ta'sir dedilar. Buni avval endi jannatda osonlik bilan ko'tara bo'lsa, endi qiyinchilik bilan olasiz buni endi. Nima qilib? Avval buni yerga chachib nima qilinadi? Uruq qilib sachiladi dedilar. Dehqonchilikni o'rgatdilar. Batariqi mo'jiza edi, bag'dan chassalar, bag'dan pishaverdi. Shunday chashdilar, chiqib pishdi. Har bir donalarigacha har bir sumbulada 100 mingtadan nima bug'doy bo'ladigan katta sumbula bilan pishdi. Darrov o'stida endi yo'ramizmi dedilar? "Ya, buni o'rib, o shamolda shopirib bug'doyini anaqa somonni baqa qilinadi" dedilar. "Shoshilmang hali" dedilar. Da endi shopirib bug'doyni tegirmon qilishni ham o'rgatdilar. Bug'doyini ajratishni o'rgatdilar. Endi yo'ramizmi dedilar? "Ya, to'xtab tursinlar, hali yana ish bor." Summa darasahu, summa zara'ahu, summa tahinahu. Keyin uni yanchib un qilishni o'rgatdilar. Bitta toshdan tegirmon yasab, onamizga aytib, uni nima? "Endi yo'ramizmi dedilar?" Un bo'yi, "Yo'q, hali yana ish bor." Nima? "Endi xamir qilamiz endi." Xamir qilishni o'rgatdilar. Summa ajjanahu, endi xamir qilib bo'lib yo'ramizmi dedilar? "Yo'q, endi non yasaymiz endi" dedilar. Non yasaldi. Endi yo'ramizmi dedilar? "Yo, to'xtang" dedilar. "Endi yana ish borlar. Endi buni tandirga yopish kerak." Do'zaxga bordilar, o't, yer yuziga o't olib kelish kerak. Do'zaxga borib, do'zaxning xozinlaridan ozgina o't kerak, berib turinglar deb o't so'radilar. Shunda do'zaxning xozinlari qancha? Shu ignani 3cha shu chiqarib bersalaring kifoya qilsa kerak dedilar. Do'zaxning xozini aytdiki, agar ignani 3cha do'zaxdan yer yuziga bersak, yer yuzi temirdaqa erib oqib ketadi dedilar. Biz berolmaymiz u o'tni. Do'zax shundan yomon narsa. Bo'lmasa nima qiladi? Alloh taolo aytdiki, bo'lmasa o'shani bir zarrasini, o'sha ninani uchini ham bo'lib turib, jannatdagi ahli jannatlar ichadigan anhorga pishinglar uni, sovutinglar. Sovutib keyin beringlar. Olib kelib turib, bitta tog'ning uchiga qo'ydilar. Tog'ning uchiga qo'yildilar, tog' qip-qizil cho'qqa aylandi. Eng pastidagi bitta joyda yana tandir qilib yopib oldilar. Ammo u tog' butun yer yuzidagi tog'larga tomiri ulanar ekan, o'sha qo'yilgan toqqa ulangan jamiki tog' qiyomatga doğru vulqon otadigan, ichi suv qaynaganda qaynaydigan bo'ldi. Bu qiyomatgacha otilayotgan vulqonlar o'shani asari ekan. Ya'ni qaysi tog'da tomiri o'shanga ulangan bo'lsa, yerni tagidan. O'sha ozgina qo'yilgan do'zaxni zarrasiga qiyomatga doğru haligi lava deydi, vulqonning ichida tosh erib suvda qaynaydigan bo'ldi. Bu do'zaxni shunaqangi azobi o'ti qattiq ekan. Shu bilan ana endi yo'radilar deb yedirdilar. Va kana avvalu kiswatihima min sha'ri dhon. Birinchi kiygan kiyimlari o'sha qo'yni junidan tikilgan narsani kiygan edilar bilardi rivoyatda. Keyin uni ipdan tikishlikka o'tildi. Odam alayhissalom uni jubba qilib kiyadigan bo'ldilar. Havo onamiz ro'mol, ko'ynak qilib tikishni o'rgandilar. Va Alloh taolo bularning zurriyotiga baraka berdi. Onamiz 20 marta tavallud qilgan ekanlar. Havo onamiz 20 marta tug'dilar. Har tuqqanlarida bitta o'g'il, bitta qiz tug'dilar. Alloh taolo odam bolasini ko'payishligi uchun nikohni iroda qildi. Nikohda o'zini singlisiga uylanishligida Alloh halol qildi. Odam ko'payishligi uchun. U ham o'zi bilan billa tug'ilganda emas, o'zidan keyingi tug'ilganga mindaqasiga halol qildi Alloh taolo. Uni billa tug'ilganini harom qildi. Bitta har safar bitta o'g'il, bitta qiz tug'ardilar. Keyingi tug'ilgan o'g'il qizga
mintaqasiga bu bilan tug'ilgan qizni avvalgisiga va avvalgisi bilan tug'ilgan qizni keyingi o'g'ilga nikohini Alloh taolo halol qildi. Shu bilan yer yuzida odam ko'payishni boshladi. Vaqtiki kelganda bir o'g'il, bir qiz tug'ildi. Uni otini Qobil qo'ydilar. Uni yonida bir singlisi tug'ildi. Yana bir keyin Qobil degan bir o'g'illari tug'ildi. Uni yonida ham bir singlisi tug'ildi. Ana ularni ham nikohini, demak, uylanishlik vaqtida ana yana bir voqea paydo bo'ldi. Yana bir ish dunyoda sodir bo'ldi. Alloh uni Qur'onda hikoyasini bergan. Inshaalloh ertagalik suhbatlarda buni davom ettirgan bo'lamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.